Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga Zubur 196 mizga Zuburlar uchun kartoshka patilimiz kelgan. Mana orqasiga tayyor qilib, osib qo'yganmiz, ishlatishga tayyor qilib. Qolgan Zuburlarga ham bemalol tushaveradi. 11.05larimizga peridelka orqali bu kartoshka patilimizni qo'ysalar ham bo'laveradi. Narx-navolarni aytib ketamiz. Kartoshka patilimizni ham, Zuburimizni ham. Zuburimiz 196 markaga ega bo'ladi. Motorlari salarka motorli, radiatorli bo'ladi. Suv yoki antipress orqali sovuriladi. 3 ta remi orqali harakat qiladi. Bemalol 60 ga qo'yib olib haydasalar ham bo'laveradi. Hani qo'shimcha bunga dinamlar qo'yilgan. Akkumulyator orqali zavod bo'ladi. Mana kalitlari, massa o'zgargichlari bo'ladi. Zaryad beryaptimi yo'qmi, mana shundan bilib tursalar ham bo'laveradi. Oldida mana katta statorlardan qo'yilgan. Bemalol kechasi ishlasalar ham bo'laveradi. Chiroqlari ham oldiga qo'yib qo'yilgan. Salarka rasxodlari soatiga 1 litr hisoblanadi. Soatiga 1 litr rasxod qiladi. Bokiga 10 ta salarka, 12 tagacha salarka sig'adi. Radiatorga suv yo antipress 5 litr antipress ketadi. Balonlar 600 ga 12 lik, 120 ga tushadi. Mana shu holati 60 ga qo'yib ishlatsalar ham bo'laveradi agatni ichida. Mana qo'shimcha dinamlari chetdan akkumulyatorga zaryad beradi. Kalit orqali ham zavod bo'ladi и ruchnoy o'tatsalaring ham bo'laveradi. Mana o'zi motorimizni blogiga o'yib yozilgan bo'ladi. Zubur firmaga tegishli hamda korobkalarida ham o'zi original korobkalik uchun o'yib yozilgan holat bo'ladi. Orqasiga bunga frezalar qo'shib beriladi hamda bir korpusli pluglari mana shu 196 Zuburimizga qo'shib beriladi. Orqasida mana kartoshka patillari tayyor qilib, korobkaga ulab qo'yilgan prisebnoylarigacha turibdi. Bunimizda o'sha legirovka qilib, tepaga pastga qilib mana ishlatsalar ham bo'laveradi. Mana shu orqali tepaga pastga qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Zuburimiz harakatlanganda bu orqali kartoshka patilimizni harakatga keltirsalar ham bo'laveradi. Skurslari mana toshbaqa hamda quyon skurslari bo'ladi. Rollari mana 360 gradusga buriladi. Kimga shunaqa Zubur, kartoshka patillarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Qo'qondagi saxiy do'konimizga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda, Dang'arada joylashgan bo'ladi. Qolgan turdagi Zubur motobloklarimiz ham bor. 195 varianti, 11.00 varianti, 11.00imizni bartavoyli variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Bemalol do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Hammasida baquvvat korobkaliklari kerak bo'lsa, motori kattaroqlari kerak bo'lsa, hamma turidan bor bizda. Endi 196imiz eng hadavoy varianti hamda ishlatishga oson, yengilroq varianti. O'shanga kartoshka patillarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib do'konimizdan xarid qilishlaring mumkin. Narx-navolari kartoshka patilimiz $500 bo'ladi. Xo'p, 11.00imiz $1150 qilib beramiz. Yana kamini qilib kelishtirib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.